Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmain. Bütün hamdü sanalar alemlerinin Rabbi Allah'a olsun. Yaxşı akıbet, muvaffakiyetler, huşyarlığa olsun. Salat, salam, aman isellikler, qo'llashlar ve destekleşler. O Allah'ın peygamberi, şundaqla bizning rehberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun sahabelerine, onun ehli beytiga, onun yoludan mangan bütün yoldaşlarına olsun. Esselamu aleyküm. Qadirlik Şarkı Türkistanlı qarindoshlar. Bugünkü sohbetimiz Sure Tövbe 38. ayetten buludu. Körep doğunanlardek bugünkü sohbetning temisi düşmanga qarshi kurash qilmaganlarning yo'qolishga mahkum ekanligi haqida dedik. Bu ayet mushu mazmunni bayon qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi ittaqaltum ila al-ard aradaytum bil hayati dunya min al-akhirah fema mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Sadaqallahu azim. Ey iman etgan kishilar, nim bo'ldi sizlarga? Allah yo'lida kurash qilinglar, jihad qilinglar desa dushmanga qarshi zamonga yetishib bilan bütün eg'irlig'inglarni zamonga berib, zamonga yepishib bilan yerda yetib qoldinglar. Qimirlig'idek holinglar yo'q. Zamonga qo'ziqa qadab qo'ygandeklar yerdan arlanmaysizlar. Aradaytum bil hayati dunya min al-akhirah. Sizlar o'zinglarni musulmon hisoblagan bilan, mu'min hisoblagan bilan, balki hisoblagan bilan oxiratdan voz kechib dunyo hayotiga rozi bo'ldinglarmi yoki? Bizga mush dunyo bo'lsa yetadi, oxiratning keragi yo'q degan hal chiqib qoldinglarmi? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Dunyo hayotini oxiratga silishtirgan vaqtida dunyo yo'q hukmidir. İlla qalil degan qalildan boshqa narsa emas. Dunyodagi beklam az narsa. Ya'ni bir narsani azaytib eng kichiklatgan vaqtimizda shu eng kichik narsa shu dunyo hisoblanadi deydi. Peygamber Aleyhisselam bu ayetni tushundiği vaqtida shunday bir hadis bo'lgan. Sizlar bir dengizning bo'yiga berib qolgan vaqtingizda dengizga shu bir barmoq qo'lni shunda chigizib olsanglar, barmoqqa juqqan suv dunyo desang, oxirat dengizdagi butun suv shu degan. Ahiret bütün dengizdeki, okeandaki soğuğun bolsa, dünya bir barmakka juqib qolgan suv. Aşınçılık derecede az, kıymeti yok. Hiç nimaga yaramaydi degan gap. Ahiretga silishtirgan vaqtida. Qarindoshlar, Allah bu ayette ey mu'minlar deb xitob qilyapti. Ey mu'minlar. Endi buni biz bizga tatbiqlagan vaqtimizda qarindoshlar, biz Sharqiy Turkiston xalqi o'zimizni islom diniga e'tiqod qiladigan mu'min musulmon millat deb hisoblaymiz. Nahmush ya ayyuhallazina amanuga tushadigan bir millat biz. Yani kimligingni ko'rsa, qanday millat sen kimliging nima degan vaqtda biz musulmon millat deymiz. Allohga iymoning bormi desa, men mu'min deymiz. Mush ya ayyuhallazina amanuning en mükemmel muhatibi biz. Çünkü imanımız var deb iman davasını qilamiz. Biz musulmon deb islom davasını qilamiz. Unda bo'lgandan bu ayet bizga xitob qiladi. Ey o'zini musulmon hisoblaydigan, mu'min hisoblaydigan ey Sharqiy Turkistonlik xalqi. Malakum nima bo'ldi sizlarga?
Sizlar bunda millet emasdinglar go. Tarixingizga qarab bakinglar, ecdadingizga qarab bakinglar. Sizlar shundaq hecmoda o'tgan bir milletmidinglar? Tarixingizda shundaqmi sizlarning? Malikum nim bo'ldi hozir. Nima kuniga tushib qoldinglar bu ahvolingizga bir qarang. Sizlarga deyilse Allah tarafidan buyruq berilse infiru düşmanga qarshi urush qilinglar. Düşmanga qarshi urush qilmasanglar, o'zingizni saqlab turolmaysizlar. Hozir holatingizni saqlab turolmaysizlar. Millat sifatida davom qilolmaysizlar deyilgan chaqda, ya'ni infiru fi sabilillah, Allah yo'lida Allahni rozi qilish uchun Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash qilinglar deyilsa, istaqaltum ilal ard. Yerga yepishiblam. Yerparas olib ketdinglar. Yerparas, dunyoparas olib ketdinglar deydi. Dunyoparas degan dunyo bilan cho'qinadigan, dunyo bo'ldi deydigan. Bütün nishoni, bütün g'oyasi dunyo. Oxirati yo'q. Mushunda tushunib qoldinglar. Qarindoshlar, istaqaltum deganning asli ma'nosi eg'irligini berish degan gap. İnsan tuproqdan yaratilgan moddiy bir maxluq bo'lg'achqa, tuproqdan yaratilgan moddiy maxluq bo'lg'achqa, mush tuproqdanki tortish kuchi bo'ladigan har qanday narsani mush yer yuzida qo'yib bergandan keyin yerga yiqiladi. Ya'ni tortish kuchi bor. İnsanı madde olğaçqa, eğer iradimizni qo'llanmasak, o'zimizni qo'yib versaklam yerga yiqilamiz. Yani zaten biz yerdan yaratilgan, iradimizni qo'llanib, a'loyillikka chiqishga, yuqori hedeflarga, yuqori nishonlarga chiqish uchun iradimizni qo'llanmasak, normal qo'yib etgandikinlar yerga yiqilamiz. Dunyo parast bo'lib ketamiz. Dunyoga cho'qinadigan bo'lib ketamiz. Shu irodamizni qo'llanish orqali dunyoninki tortish kuchidan texmi kuchli irodamizni qo'llanib, dunyodan siyrilib, yuqoriga mangmasak, Allohning emr farmonlari o'tmaydigan bo'lib ketadi bizga. Olamlarning Rabbi Allah emr qiladi: "Ey bandam, seni men yaratdim. Ma dunyodagi vazifang ma'vu, dushman bilan kurash qilmasang sendan men rozi bo'lmayman. Mushu dunyoda xor bo'lgandek oxiratda xor bo'lsan" deb Alloh emr bersimi, inson tangshima salg'i kelib qoladi. Ma'qulaqdan chiqib, ma'qulaqdan chirib, ma'qulaqdan chiqib ketadigan hal keladi. Allohni tangshimaydigan halga kelib qolgan inson payg'ambarni tangshamdi. Allah'ni ve Allah'ın peygamberini tanışmaydan halkı kelip kalgan insan, başka normal bir insanı tanışamdı. Ağızlı gepni pong atkan bilen qarindoshlar, iman bo'lmasa, iradini qo'llangandek ma'naviy kuch bo'lmasa insonda, shunda Allohning Rasulini tanışmaydan halkı kelip qoladi. Tanışmaydan halkı kelip qolgandan keyin oyat davomli o'qilib turgan taqdirdami, yerga yetib olib, yerdan qopmas, yerdan ajranmas bo'lib qolgan gap. Bunda deganlik shu dunyo parast bo'lib ketadi degan gap. Endi biz o'zimizga selishtirib bakkan vaqtimizda, ishg'oliyat tarixiga qarab bakkan vaqtimizda qarindoshlar, aramizdan chiqqan nurg'un yaxshi insonlar chiqdi, mujohidlar chiqdi, yaxshi insonlar chiqdi. Ular o'rnak qilib bizga boshliq qilib mangdi. Nurg'un inqiloblarni qildi Xitoy tajovuzchilariga qarshi. Ammo biz millat sifatida uyg'onmag'achqa, millat sifatida tirilanmagachga u qahramonlarimizga ega chiqamadik. Sharqiy Turkistonning bir yeridan inqilob chiqsa, boshqa yerdagilar uxladi. Yana bir yerdan chiqsa, boshqa yerdagilar tilladi. Yana bir yerdan inqilob chiqsa, boshqa yerdagilar pepan qilib uni o'zining qahramonlarimizni o'zimiz tillaydigan holga keldik. Bu nimaning alomati desa qarindoshlar, dunyo parast bo'lib ketgandik.
ahiretdan voz kechganlikninki ifodasi. Shuning uchun Alloh bu yerda sizlarga nima bo'ldi? Sizlar bundan millat emasdinglar-ku. Dünya hayotiga rozi bo'ldinglarmi yo deydi. İnsan bu dunyo uchun yaratilgan maxluq emas. Bu dunyo uchun yaratilganlik kimlar? Boshqa jonliqlar, boshqa hayvonotlar. Qiyomat bo'lganda Allah insondan hisob oladi. Hisob olib imtihon o'tganlarni jannatga, o'tganlarni jahannamga tashlaydi. Boshqa jonliqlarni-chi, hayvonotlarni, boshqa jonivor jinsiz narsalarning hammasini hisob qiyomatda toplaydi. Toplab bizni hisob olib bo'lgan yoqi ularni yana shu tuproqqa aylantirib tuproqqa aylantirib, uni jannatga yoki jahannamga tashlaydigan ish bo'lmaydi. Tuproqqa asli nima bo'lgan bo'lsa, shunga aylanib ketadi. Nima uchun? Chunki ular bu dunyoga yaratilishda bizga xizmat qilsin deb yaratilgan. Mush dunyodagi hamma narsani Alloh mush inson uchun xizmat qilsin. Mush inson mush dunyodagi nozik ne'matlarni, mush moddiy narsalarni qo'llanish orqali mush dunyodagi imtihonni o'tib olsin deb Alloh bizga sharoit hozirlab berish uchun yaratgan boshqa narsalarni. Shuning uchun o boshqa narsalar o'zining vazifasini ado qilib bo'lgan bo'lg'achqa, bizning hisobimiz tugagandan keyin ular tuproqqa aylantiradi. Shu chog'da mush dunyoga eslib turib qolgan, mush dunyoga berilib dunyoparast bo'lib ketganlar nima deydi? Ya laytani kuntu turaba. Men tuproq bo'lib ketsam-chi, hayvonlardek bo'lib ketsam-chi deb o'zining hayvon bo'lib qolishni orzu qiladi. İmtihandan o'tamaganlar. Ya'ni kafirlar, munofiqlar, mushriklar bu dunyoning imtihonidan o'tamaganlar oxiratda hayvonning darajasiga chiqishni orzu qiladi. Chunki ular hayvondan tuvan darajada yashag'achqa, ulayka kal an'ami balhum adall. Ular hayvondek yashag'achqa yoki hayvondan tuvan darajada, hayvonning tuvan darajasiga tushib yashag'achqa dunyo hayotini oxiratga borgan vaqtda hayvonchilik bo'lishni orzu qilib, kashki men tuproq bo'lib ketsam-chi deydi. İnsan-chi, normal inson hayvonga o'xshamaymiz qarindoshlar. Biz bu dunyodagi vazifamiz Allohni rozi qilish uchun kelgandan keyin Alloh buyurganini qilishimiz lozim. Endi Alloh endi dunyo bilan oxiratni selishtirib qo'yadi. Selishtirib bizga ko'rsatib qo'yadi. Dunyoni oxiratga selishtirgan vaqtda dunyo hech nima emas. Hech qanday qadr qimmati yo'q deydi. Qarindoshlar, nimaga o'xshatsak, masalan, dunyo nimaga o'xshaydi desak, dunyo pulga o'xshaydigan narsa. Dünya pulga o'xshaydi degan vaqtimizda uning qimmati shu pulni xejlab bir narsa olsak, u pulning qimmati bo'ladi. Agar milliard dollar pulimiz bo'lsa, u pulni xejlayolmaydigan bo'lib qolsak, u pul bankada tursa, yanjig'imizda tursa, ochlikdan o'lsak o'limizki, zarra qadar bizga foydasi bo'lmaydi. Pulning qimmati uni xejlay olishimizda, uning qarshiligida bir narsa ola olishimizda. Shuning uchun pul qimmatli bo'ladi. Dunyomi nima uchun qimmatlik? Oxiratni qozonadigan pul dunyo degan. Shu dunyoni xejlab oxiratni qozona olsak, bu dunyo qimmatlik. Agar bu dunyoni tepib oxiratni qozonish uchun xejlayolmasak, pullarimizning hammasi bankada turayotgan, pulimiz bor, uyimiz, hamma narsamiz bor. Shunchalar noz ne'matga ega turug'liq oxiratdan bir narsa setib olishga qo'llanmasak, ya'ni pul, mal, dunyomizni Alloh rizosi uchun qo'llanmasak, u pul shu plastik pul, hech nimaga yaramaydigan pul. Butun shu uyimizga liq pul besig'liq bo'lsin, bir to'g'ram non bo'lmasin, qanday bo'ladi? Baribir o'limiz ochlikdan. U pulning hech nimaga yaramaydi. U pul yarash uchun biz setib oladigan bir narsa bo'lsa, ma'qul setib olsak, anondan keyin uning qarshiligiga bir kelsa, anondan keyin qimmat bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, dunyoning oxiratga selishtirgan vaqt hech qanday qimmati yo'q bir narsa. Shuning uchun Alloh
bu dünyadaki mal mülkümüzni tepip Allah rızası için, Allah yolunda küreş için kullanıp mal dünyanımızda ahiretki transfer kılıverişimizni Allah rızıkladı. Bende ma dünyadaki pul melen, ma dünyada kep kalsa bir nersiga yaramaydı o. Şunun için kulağındaki vaxtda, hayat vaxtında bu pulunga ahiretligimiz setip al dep Allah müminlerden ularının canlarını, mallarını setip aldı deyişinin sebebi şu. Biz pul verimiz, canımızını verimiz, Allah bizge ahiretini verdi, ebedi baxtlik hayat verdi deyin. Allah ayetinin ahirisi nima deydi? İlla tenfiru. Eğer mushrik şekilde köreşke çıkmaydigan bolsanglar, köreş qilmaydigan bolsanglar, yu'azibukum azaban aliman. Allah sizlarni qattiq azaplaydi. Qattiq azaplaydi degan qarindoshlar. Dunyoda mı oxiratda mı degan gap. Dunyoda mı azaplaydi, oxiratda mı azaplaydi? Dunyoda qanday azaplaydi? Düşmanning quli bilan, qatlamlar bilan, irqiy qirg'inchilik bilan, zulmlar bilan, her türlü xo'rlashlar bilan, dafsanda qilishlar bilan Allah azap ishida o'tkazadi dunyoda. Yu'azibukum azaban aliman. Alim degan bek jonni og'irtadigan. Mana işgal, vatanimiz işgal qilingandan keyin to'g'ri tuzgun Allah buyurgan şekilde nefer olab, asker olab, urushga qatnashmagandik. Nim bo'ldi halimiz? Eg'ir azap ichida yashayapmizmi, yo'qmi? Yu'azibukum azaban aliman. Nayt eg'ir şekilde azaplaydi sizlarni deydi. Köreş qilmaganning bedelini, urush qilmaganning bedelini, jihad qilmaganning bedelini jininglar bilan, melinglar bilan o'taysizlar. Allah'a bermegen melinglarni, Allah'a bermegen jininglarni Xitoy tajovuzchilari oladi. Deydi Allah Qur'onda. Amaliyotda bo'ldimi? Allah rızası deb melimizni bermegendik her 5 yılda 10 yılda Xitoy sirip mangdi baylarimizni. Bay pomchok, bay deyxan, u bu deb her türlü qalpaqını kiydirib. Hiç iş tapamasa, Qur'on satib dikkensa, onu qilib dikkensa, mashinadan o chiqib qoldi, bu chiqib qoldi, uyangdan gujun chiqib qoldi deb töhmet verirler. Hozirgi zamonda unda bir töhmet qilishga ehtiyoji qolmadi Xitoyning. Keliblam hech ketib, jiningga turamsiz melangimi deydi burun. Hozir unda demay, shu o'ltirib tutiblam bütün mal mulkini hammani musadir qilgan. Xalqqa keldi. Ko'ryapmiz qayni qarindoshlar. Vatanimizga berib kelish emas, tilpimni qilolmaydigan halga keldik. Ailemizning ahvolini, sening ahvoling nereden, nekagicha, hayotmisan, bormisan deb bilinmaydigan halga keldik. Endi buningdanmi xo'rlik, buningdanmi yo'g'on bir azap bo'lamdi bir inson uchun, bir millat uchun, bir inson uchun o'zining oilasining nim bo'lganligidan xabar ololmaydigan holatga kelib qoladigan shunday achinishli holatni bo'lamdi. Azap qiladi Allah. Ko'rish qilmaganlarni shu dunyoda ham oxiratda ham azaplaydi, dunyo va oxiratda azaplaydi. Azapni ko'ryapmiz. Vayan dedi ve yastabdil qavman g'ayrakum. Agar mushundaq holatda meni o'yganmay ketib va sanlar bir kun olinib qolar deb dushmandan umid kutib yoki bo'lmasa bizning qo'limizdan nima ish kelibdi deb o'zinglarni yo'q sanab qo'limdan nima ish kelibdi degan gap men inson emas degan gap. İnsanlıktan vazgeçtim degan gap. Bir insan bo'lsa qo'lidan hamma narsa keladi. Xitoy mi inson hamma narsani qilyapti ayni. Xitoy qila olganning hammani Uyg'ur mi qila oladi? Sharqiy Turkistonlik mi qila oladi? Qo'limdan nima ish kelibdi deganlik ruhiy jihatdan taslim bo'lganlik, insonlikdan vazgeçganlik, mo'min musulmonlikdan qo'yib vazgeçiklik biz. İnsanlığımızdan vazgeçganlik. İnsanlıktan vazgeçti ne buldu insan? Hayvanlık derekesiga tushdi. Hayvanlık makamıga tushgandan keyin uning egisi uni xolis satadi, xolis atadi. Xolis o'ltirib yeydi, xolis ko'madi. Chunki hayvanning egisi
mülkiyeti insonga doir. Chunki Alloh hayvonni inson uchun yaratgan. İnsan, insanlık maqamidan tushib kurash qilmay, hayvonlik darajasiga tushgandan keyin mening qo'limdan nima kelibdi deb yo'q bo'lishga mahkum. Bundaq vaqtda nima bo'ldi? Va yastabdil qawman ghayrakum. Alloh bu mamlakatga sizlardan boshqa millatni sizlarni o'zgartirib etib, boshqa bir millatga almashtirib etdi deydi. Mesela Şarkı Türkistan'da burun kim yaşaydı? Türk halkları yaşaydı. Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen degende Türk irqiga dair milletler yaşaydı. Küreşni terk kılsanlar Allah bu milletlerini özgertip başka bir milletke aylandırıp etdi. Yani Xitay milletiga aylandırıp etdi. Şarkı Türkistan degan ismini Xitoycha ismga aylantirib etdi. Qashqar degan ismni boshqa Xitoycha ismga aylantirib etdi. O'zingning mahallaringdan tortib hammani Xitoycha ismga aylantirib etdi. Balalaringlarning ismini Xitoycha ismga aylantirib etdi. Rohinglarni Xitoychaga aylantirib etdi. Shunday qilib bir tarafdan irqiy qirg'inchilik bilan o'lib tugasanglar, yana bir tarafdan ruhiy jihatdan o'zgarib Xitoylashib ketsizlar deydi. Ve yastabdil qawman ghayrakum. Qawman ghayrakum degan bir millatga ghayrakum sizlardan boshqasiga o'xshamaydigan yot millatga aylantirib etdi. Yot millat ghayrakum degan yot millatga aylantirib etdi. Sizlar bilan aloqasi yo'q yot millatga aylantirib etdi. Buning etini qarindoshlar Qur'onda istisol deyiladi. Istisol, ko'kidan quritib etish. Bu Alloh taolo tarafidan kelgan bir azab. Bunu Allah Kur'an'da bekçi qiyadi deydi. Bizning ayetlerimizni inkar qilganlar. Bizning ayetlerimizga quloq bermaganlar. İtaat qilmaganlarni shunday istisol halokatidan halok qilamiz deydi. Şu anda biz Sharqiy Turkiston xalqi mushunchalik qolgan vaqtimizda aciz bo'lsakmi taxe hayot biz Xitoy qo'lidan kelganini qilayotgan bo'lsa-mu Allohning rahmati bilan yana mushunchalik hayot biz qarindoshlar. Mush sharoitda Alloh tarafga qaytib Allohning ashu infiru fi sabilillah Allah rizosi uchun kurashga otlaning degan amrga qaytaylik qarindoshlar. Kurash deb bo'g'ichi qarindoshlar hammamizning aqliga shu bitdan qo'limizda nima kas chiqib Xitoy qarshi bir ish qilish deb o'ylaymiz. O iş unda bo'lmaydi. Unda mı qilg'il olmaydi bu ishlarni. Bu ishninki birinchi qadam va ikkinchi qadam va uchinchi, to'rtinchi qadamlar va qarindoshlar. Allah mushu dunyoni qanday qonuniyat bilan yaratgan bo'lsa, shu qonuniyatga ergashsak, shu qonuniyatga amal qilsak, buning birinchi qadami, ikkinchi qadam, uchinchi qadamlar bo'yicha maqsad Xitoyni yengalaymiz. Masalan, hozirgi holatimiz bilan mush cheniqmagan, mush xomgo'sh, keraksiz holatimiz bilan Xitoy bilan urush qilishni xayol qilsak qo'rqamiz. Ras u Xitoyning askarlari cheniqqan bo'lgandan keyin, ularning qurol yaroqlari sarxil bo'lgandan keyin qo'rqamiz. Ammo bizmi cheniqib boqayli? Xitoy askarlari cheniqqandek bizmi cheniqayli? Askariy bilimlarni olayli? Bizmi kalla bo'lgandan keyin bir narsani yasayli? Yasab Xitoy bilan tang-tang kelganda bizmi cheniqib har qanday dunyodagi har qanday askar bilan tang urush qila oladigan holga kelgan vaqtda qo'rqmaymiz qarindoshlar. Xitoy kim u? Dushman. U bizning vatanga nisbatan chet ellik u. Sharqiy Turkistonga bizning o'z vatanimiz. Ruhiy jihatdan biz ustun. Chunki ma vatan mening, sen tajovuzchi deyalaymiz. Ruhiy jihatdan ustun. Ma'naviy jihatdan biz ustun. Ama maddi jihatdagi kuch tang bo'lganligidan qo'rqmaymiz. Qo'rqmagan vaqtda Xitoy hozirgidan onasi kuchlanib ketgan taqdirda qo'rqmay urush qila oladigan bo'ladi. Har qanday sharoitda inson bilan inson tang kelg'ildi, urush qilg'il bo'ladi. Buni Xitoy bilgachga, mush o'lamjon holimizga tushib qolsakmi, hozir Xitoy yana rahim shafqat ko'rsatmay bizni davomli o'ltirishining sababi qarindoshlar. Xitoy bu haqiqatni biladi. Bir kun Uyg'urlarning ko'zi ochilib uyg'onib ketib qolib qolsa,
Mao zamanını bizden tatip alıdı, intikam alıdı da qoqqaçqa şu aciz vaqtida yo'qtibiteyli bulunaydi deb bizga irqiy qirg'inchilik qilishning sababi shu. Mush aciz holatda yo'q qilib yetayli deb butun qo'lidan kelgan eskiliklarning hammani qilishi, iqtisodiy kuchini, diplomatiya kuchini, harbiy kuchini, siyosat kuchini hammani ishga solib, butun dunyoni aldab turib, bizni yo'q qilishga tirishishning sababi shu qarindoshlar. Shuning uchun biz vaz kessek bo'lmaydi. Yo'limizdan vaz kessek bo'lmaydi. Allohning amri farmonini ijro qilishdan vaz kessek bo'lmaydi. Alloh ko'rishga otlaninglar degan bo'lsa, qarindoshlar, birinchi qadamimiz niyat qilamiz. Har qanday ish niyat qilamiz-ku. Niyat qildim, o'tarman deb namoz bomdatning shirkka sunnatni degandek niyat qildim. Allohning jihad amrini ado qilish uchun ma'u lamzalilik maydonidan haq maydoniga chiqishga, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga qatnashishga niyat qildim. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish niyatiga keldim. Haq maydoniga o'tishga niyat qildim. Allohning qo'shini bo'lishga niyat qildim deb niyatimizni o'zgartaylik. Namozni boshlashdan burun niyat qilamiz-ku. Aldidan niyatimizni o'zgartaylik ro'za Ramazonda. Anandaki hamma ish bo'ladi. Qarindoshlar, oyatning oxirisida "Vala tadurruhu shay'a" agar mushunda bo'lib qolsanglar, Alloh sizni boshqa millatga o'zgartirib yetib qolib qolsa, Allohga hech qanday zarar berolmaysizlar. Hech nima qilolmaysizlar. Baribir ziyon tortadigan sizlar bo'lasizlar deb Alloh bu oyatni oxirlashtiryapti. Vallohu ala kulli shay'in qodir. Alloh hamma narsani qila oladi deydi. Alloh hamma narsani qila oladi deganning ichida qarindoshlar, bizni yo'q qilib xitoylashtirib etishga qodir bo'lgandek, bizni qaytadan tirildirib, qaytadan uyg'otib, qaytadan ruh berib, qaytadan musulmonlik, mo'minlik holatimizga ekilib, bizga Xitoyga qarshi urush qila oladigan holatga ekilishga Alloh qodir. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirishimizga yordam qilishga Alloh qodir. Qarindoshlarim, oyat mishada tugidi. Endi biz o'zimizga qarab baqsaq, tariximizga qarab baqsaq, mushu oyatni ijro qilish uchun, mushu oyatni tatbiqlash uchun ishimizdan chiqqan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Bular yaqin zamonda bizning ko'zimizni ochgan, uyg'onishga sabab bo'lgan qahramonlarimizdan Zaydin Yusuf rahmatulloh alayhi Barin inqilobining rahbari bor. Yani aşılımı bir dehqon. Dehqonlar qo'zg'alib, Xitoyni shu qadar cho'chitdi, shu qadar qo'rqatdi. Sharqiy Turkiston xalqini shu qadar uyg'ota oldi. Hozirga qadar Xitoyga qarshi kurash qilamiz, Xitoyga qarshi turamiz. Sharqiy Turkiston mening vatanim, ashani Xitoy tortib oldi, ashani qaytarib olamiz deb yurayotgan insonlar bo'lgan bo'lsa chet elda. Shu Zaydin Yusufninki ruhidan şu Zayd Yusufning qilgan harakatlarining jihadining barakatlaridan bo'layotgan ish. Chunki shahid degan gap qarindoshlar millatning ichidan chiqqan shahid va dehqonlar yerga teradigan urug' o'xshaydi. 10 taga bug'doyni olib, 5 charak bug'doyni terib qolganini yeydi dehqonlar. Shu bir charak bug'doy, ya'ni kelarjilar, ya'ni shu qadar bug'doy chiqishga sabab bo'ladi. Urug'liq. Şunun o'xshagan insonning urug'ligi, musulmonlarning urug'ligi, musulmonlarning arasidan chiqqan shahidlar. Bir millatdan shahid chiqmasa, urug'liq tugab ketib, hozirgi zamonda tersaqma ikkilar yil o'lmaydigan urug'lab ketdi, urug'ning naslini quritib etdi. Jiyam qilib. Ashunda ulab ketib qolsa, nasl tugab ketdi. Millatning ichidan shahid chiqmasa, mujohid chiqmasa, qahramon chiqmasa, o millat o'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, shu Zaydin Yusuflar va uning sabdoshlari bizning urug'lig'imizda ular jonlarini Alloh rizosi uchun fido qildi, shahid bo'ldi, nurg'un Zaydin Yusuflar chiqdi, undan keyin millat biroz tirildi. Biz
aramızdan da şunday Zeydin Yusuf'la çıkışı lazım. Zeydin Yusuf'ni vada hatırlaganda qarindoshlar bir hafta ichida Barni inqilobininki yillik vaqti keladi. Barni inqilobini xotirlash munosabati bilan namoyish qilmoqchi. Mush munosabat bilan chaqiriq qilay har biringlarga mush bir haftadan keyin Barni inqilobi xotira kuni Sharqiy Turkiston xalqi sifatida Xitoyga qarshi jihad qilish imkonimiz bo'lmasimi hozir qurolliq jihad qilish imkonimiz bo'lmasimi shu qurolliq jihad qilish orzuyimizning borlig'ini Xitoylarni qo'g'lab chiqarish vatanimizning mustaqilligini asliga keltirish orzuyimizning borlig'ini ifodalash uchun shu mustaqilchi jangchilarimizni yuzi xotirasi uchun mushqatimqa namoyishga butun millat shaklida chiqaylik qarindoshlar. Bu Sharqiy Turkiston masalasi falan tashkilotning tashkilotning shaxsiy masalasi emas, Sharqiy Turkiston masalasi. Unda bo'lgandan keyin Barni inqilobini xotirlash uchun mushqatim umum yuzlik hamma tashkilotlar, butun Sharqiy Turkiston xalqi o'zimiz turayotgan yerda shu turayotgan davlatlarningki tashqi ishlar ministrligining oldiga boraylik. Agar uzoqlab qolsa turayotgan yerimizga shu yerdagi eng cho'ng shu hukumat binolarining oldiga borib chet elliklarga o'zimiz yashayotgan chet el davlatlardagi chet elliklarga, chet ellik siyosiyonlarga, davlat arboblarga biz Sharqiy Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan Xitoyning vatanimizni bosib olishga rozi emasligimizni, butun Sharqiy Turkiston xalqining orzusining o'z vatanimizning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini ifodalash uchun namoyishga chiqaylik. Barni inqilobini xotirlaymiz. Chunki bu Barni mujohidlari Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun urushdi. Buni xotirlaymiz. Bizdimi nim bo'lgan bo'lsa, bizmi shu deb mustaqillik irodamizni xalqaraga bildiraylik. Xitoy konsuliga berib desak, foydasi bo'lmaydi. Xitoy konsuliga desak, nim bo'ladi desanglar, Xitoy konsulidan alqi dava qilgan vaqtimizda mahkamaga boramiz-ku. Falon bilmem ne oldi yapranlarda. Baga vaqtimizda shu mahkamani hokim sifatida qabul qilganlik bo'ladi. Agar shu Xitoyning oldiga bo'lsa, Xitoyning hokimligini, hokimiyatini qabul qilgan bo'lamiz. Ey Xitoy, sen hokim, maqta qalaymi ish qilyapsa, sen hukmni chiqarib berib, Xitoyning hokim deb berib Xitoyning hokimligini e'tirof qilganlik bo'ladi. Shuning uchun chet elga o'zimiz turayotgan davlatlarga boraylik qarindoshlar, irodamizni bildiraylik. Mustaqillik irodamizning borlig'ini bildiraylik. Barni shahidlarini, marhum Zeydin Yusufni unutmaylik. Allah bizlarni shu Barni inqilobchilarining qatoridan qilib aşılı qilgan ishlarni qila oladigan halga kelsin. Allah bizlarni tirildirsin. O'yg'atsin. Allah bizlarni Allah rızıgan küreşçilerin qatarından kılsın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin.